Siz nima deb o'ylaysiz? Kelinlar ishlab topgan pulini qaynonasiga olib kelib berish kerakmi? Да, интересный savol. Albatta dey, albatta. Hech qachon albatta emas. Men lekin pulini bilasizlarmi nima? Birinchi o'rinda pul bu stimul. Masalan, shu ishlayotgan odam ham shu pul uchun ishlaydi. Mayli biror narsa olib bersa boshqa, lekin konkretno mana shuncha ishlasang, menga to'liq 100% ni olib kel. Hech qachon demaganman. Menimcha kelinlarim ishlaganda ham olmaganman ham, so'ramaganman ham. Masalan, uydagi kelinimda ham masalan bog'chasi bo'lib, u pul ishlayotgan bo'lsa ham, даже men o'sha bog'chani pulini ishlatsam ham, mana puli deb beraman, bog'chani puli deb. Men hech qachon so'rab olmaganman pullarni. Так что men za emasman. Вообще-то olishingiz kerak, oyi. Endi bu qizimni gapi, конечно. Bu o'zi savol, bu savol o'zi qizingizdan chiqqan savol. O'rtoqlar, men o'zi nima qilaman? Pensiyam bo'lsa, Xudoga shukr, dadang ishlab puli bo'lsa, pensiyasi bo'lsa, menga masalan pul kerak emas. Menimcha yoshlarga ko'proq pul kerak. Shuning uchun balkim gapimni eshitganlar o'ylar, bu yolg'on aytayapti, yo bo'lmasa tam nima deydi? Anaqa qilyapti deb o'ylashim. Yo'q, rostdan men вообще u pulni so'ramayman ham, hech qachon so'ramaganman ham. Boshqalar ham so'rab nima kerak bir konfliktga borishdi, so'rab pulni dastidan. Bilmadim. Menimcha o'ylayman, ular uchun motivatsiya shu pul, ular ishlaydi, shu pulni ishlaylik deb. Пожалуйста, bajarsa ishlayversin. Men lekin yo'q, pul berish kerak deb o'ylamayman. To'g'ri, kerak bo'lsa balkim so'rarman. Lekin kerak tak har oyda mana pulim deb olib kelib berish